Assalomu alaykum barchaga. Bizlar yana akva narxlari bilan tanishib o'tamiz. Bugun Davron akamizning oldiga keldik. Manzil Buxarskiy yo'ldan kirib borishadi. Bu tomon Taxta bozorning yo'li. Taxta bozorning yo'ldan kelishingizda chap tomonda joylashgan. Davron aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Davron aka, eng arzon akva ham sifatli akvalar hammasi sizda deb eshitdik. Shunday. Kvadrat narxlari bilan bir tanishtirib bersangiz o'zingiz. Narxlari rasmiyatga qarab har xil eshiklar, agar katta joylar bo'lsa, kvadrati 500 mingdan chiqadi. Misol uchun 4 ga 5 katta joylar 500 mingdan chiqadi. Maydaroq joylar 700 mingdan chiqadi. Shunga qarab, joyiga qarab chiqadi ana narxlar. Sifatiga qanday? Sifatiga javob beramiz. 1 yilgacha zamotlari buzilsa, endi misol uchun texnikada mana bular o'zi texnika temir buzilsa 1 yilgacha yangi zamon qo'yib beramiz. Bemalol servis xizmatlarini 1 yilgacha, 1 yildan keyin bo'lsa 1 yilga pulga o'rnatib beramiz. 1 yildan keyin hozir o'rnatib beramiz. Ustolovkanim mana shu Samarqand viloyati bo'yicha qayerda bo'lsa o'rnatib beramiz. 100% garantiya berib ishlab chiqarishni juda yaxshi ishlab chiqaryapti. 100% garantiya beradi. Profillari ham yaxshi, qalin profildan ishlab chiqarishyapti. Ustonovkalari hamma narsasi juda ajoyib, zo'r ishlangan. Qarang, burchaklari ham juda ajoyib ishlangan. Davron aka, teraska, katta eshiklarni hammasini olaverasizmi? Bemalol xohlagan razmerdan alyumin bo'ladimi, plastmassa bo'ladimi, yasab olib borib o'rnatib beramiz. Dastavkasi hammasi ichida bo'ladi. Oynalar xohlagan oynalaringizda xohlagan oynadan tanlagan oynasini kesib o'rnatib beramiz. Xohlagan rangni oynasini. Oq bo'ladimi, yo'l bo'ladimi, qora bo'ladimi, xohlagan oynani o'rnatib beramiz. ajoyib sifatini ko'rib turibsizlar. O'zlaringiz ham kelib o'zlaringiz ko'rsalaringiz yaxshi bo'lardi. Yana ham manzilda tushuntirib o'tdik. Mana shu videomizga like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysangiz juda yaxshi bo'lardi. Davron aka, ishlaringizga omad. Telefon raqamlari videoning pastida kelib